Akalar, kafeda o'tiribdi deb o'ylayapsizlarmi yo domda o'tiribdi deb o'ylayapsizlarmi? Topa olmadingiz. Men mashinaning ichida o'tiraman. Allohning o'zi elda aziz qilib qo'yayotganiga shukr qilamiz. Mana konditsionerlari bor, dushlari, mana bitta mikrovalnovkasi, okay? Kir mashinasiga nima deysiz? Kir mashinasi, kir mashinalari bor ekan. Bitta like bosib qo'ying. Mana bitta ligirovkasi. Hammasiniki. Konditsionerlari 220 vatt toklari, mana qarab turing. Vanna, nima deysizlar akalar? Maza qiladigan joyi, xudo xolasa, bu yoqda spalni konditsioner. Bu yoqqa tushamiz. Boriga baraka kanalimizga uy syomkaga kelyapti akalar. Xudo xolasa, pechkalari, mana bu shlanglari, ko'chalarga suv sepib qo'yish, mana bunaqa naveslari, mana bu akalar garajlari. Kuniga 200-300 dollar o'ldim deganda foyda qilishni xohlaydigan biznesmen akalarimiz bizlarni kuzatishadi. Sizga zo'r taklif. Bochkaga chorvoqqa shuna qo'yib qo'yasiz, turistlarni o'zi akalar kuniga 100 dollar, 200 dollar o'ldim deganda to'laydi. Off-roadga chiqadigan ovchi akalarga shuna uchirib qo'yasizlar, ovga 3-4 kishilar tashashib qo'ysanglar akalar 6 kishi bemalol istiqomat qilsa bo'ladi. 220 vatt tokdan tortib akalar, naveslari, shlankalargacha akalar, konditsioner oshxonalarigacha bor. Bosib oling, to'liq videosi YouTube kanalimizda akalar o'tib olishni tavsiya etaman.